bu qabristonni obod qilishni 4 haftada emas, 1 kunni yarmida uddaladik. Hurra! Haqiqatdan 12 gektar degancha bor ekan. Men shuncha yil yashab bunaqa katta qabriston ko'rmaganman, chunki 4 ta atsekka bo'lingan. Biz ertalab 7 dan soat 10 gacha birinchi atsekini, ya'ni qabristonni kirganda eng oxirgi yangi mayitlar qo'yilgan qismini 4 soatdami tozaladik. Mana shunaqa mashina o'tdan bir 20 mashina ortib bordik. Bu hozir ikkinchi bo'limidan. Mana bu ikkinchi bo'lim. Qarang. Mana bu uchinchi bo'lim. Tasavvur qilyapsizmi? Mana bu yer uchinchi bo'lim. Mana shu tepai naryoqda 4-chi bo'lim. Prosta katta joyi. Bitta yakshanbada, bitta hasharda qidiramiz, harakat qilamiz, bo'yimizga olgan ekanmiz. Lekin mana bolalar ko'ryapsizlar. Harakat qilyapti. O'zim ham hozir to'xtadim, aparatim buzilib qoldi. Hozir aparatim tuzatishyapti. Mana ko'ryapsiz, o'tib qayerda? Tizza bo'yi emas, odam bo'yi. Tizza bo'yi emas, odam bo'yiga mana kelgan. Kimdir aparat yetmagan, o'roqda o'ryapti, mana ko'ryapsizlar. Mana aparatim keldi, hozir mana sekin tirlatishni boshlayman. Rahmat, mana shunday yerlarga kelib, shunday xizmatlarni qilyaptilar, qasam qilyaptilar. Sog' bo'lsinlar mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Atroflarni mashinaga olib beryapmiz. Qolganlarni ichkarini o'roq bilan qo'lda tozalashyapti. Bitta qabrdan o'rtacha, mana shuncha o't chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Biz kelib ketuvchi to'garak jahon. Na boshi boru, na so'nggi ayon. Hech kimsa aytib bera olmas. Qaydan keldik-ku? Keturmiz qayon. Tasavvur qiling, siz o'ldingiz. Sizni ko'mib ketishdi. Nima deb o'ylaysiz? Qabringizda hamma ko'mib ketadi. Ketgandan keyin eng ko'p kim qoladi? Farzandingiz agar bo'lsa yoki ayolingizmi, aka-ukangizmi, do'stlaringizmi? Nima deb o'ylaysiz? Lekin eng achinarlisi shunaqa ekanki, hayot shunaqaki, hattoki 3 kun 4 kundan keyin yana o'sha oila a'zolaringiz, hayot shuda, iloji yo'q. Yana qozon osishadi, yana ovqat. Bir hafta 10 kundan keyin yana o'sha seriallar. Afsuski 90-95% holatlarda siz bu dunyoda sevib, ardoqlab yashagan ayolingiz ko'p holatlarda ozgina vaqtdan keyin, balki 1 yil, balki 2 yil, yana taqdir bo'lsa, hayot davom etadi-ku. Turmushga chiqib ketadi. Shunaqa. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'ldi ketdi emas. O'lib ketganlarni ham qabrlarini obod qilib, ularni xotiralab turish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun biz shunaqa qabristonni, hasharlarni ko'pini uyushtiramiz, hurmatli do'stlar. Aslida gapiraman desam, hozir ko'zga yosh kelib qolyapti. Gapirsam, gap juda ko'p. Haqiqatan, chunki o'zim ham otamni yo'qotganman 3 yoshimda. Biz ham shu yetimchilikning nonini yeganmiz. Bu yerda esa qancha insonlar, bular ham siz bilan biz kabi ertangi kunga qancha rejalar qilishgan. 1 yil, 2 yilga rejalar qilishgan. Lekin ajal shu. Mana bir 10 kun oldin storysimga bir mahallamizdan olim degan do'stimizni sirroz pechin kasalini qo'yib xalqdan yordam so'ragandik. Mana kecha o'tib qoldi. Ertalab pataxaga borib ko'ngil so'rab keldik.
Shuning uchun bu dunyoni o'sha sizni orttirgan medallaringizni, orttirgan Maybach mashinalaringizni, kazo qurgan 20 xonali uchastkalaringizni, sayohatlaringizni, bu dunyoni eng yuqori cho'qqisi oxiri shu qabr. Bu dunyoni oxiri 2 metr. Biz shunchalik ojizmizki, hattoki o'zimizni kafanimizni o'zimiz kiya olmaymiz. Shu darajada ojizmiz. Lekin hozir internet tarmoqlarida ba'zi bir holatlarda shunaqa insonlarni, shunaqa kerilib, shunaqa gerda, shunaqa kibrga berilib yashaganlarini ko'rib, men tushunmay qolaman. Menki 40 yoshdaman, 50, 60, 70. Men shu narsani tushundimki, 70-80 yoshda ham insonlarga aql kirmas ekan. Chunki shunaqa yashayotgan 50-60 yoshli bobolarni ko'ryapman. Как будто o'lmaydigan deydi. Shuning uchun do'stlar, o'lim siz bilan biz o'ylagandan-da yaqin, u hamisha yonimizda. Biz unga tayyor turaylik. Bu dunyoni oxiri qabriston. Mana 70 yoshga kirgan amakim ham shu yerdalar. Qo'ldan kelgancha, "Hoy, o'ngga chapga" deb turibdilar. Borlariga shukr. Ani 70 ga kirgan bo'lsalar, o'zlariga yaxshi joy qarab yuribdilar qabristonda. Hazillashaman. Hazilim bu. Hammamiz kiragan joyimiz. Ha, men balki sizdan oldin ketarman, hech qisi yo'q. Kimdir erta, kimdir kech. Bugun 19 ta texnika bilan boshlaganmiz. O'zimizniki mahalla xalqidan ham 5-6 ta olib chiqishda apparatlar. 5-6 tasi o'sha erib ketdi sizda. Porshelar erib ketdi. Yog'ini ko'proq quysak ham erib ketdi. Xullas, qo'ldan kelgancha mana ishlashyapti. Borlariga shukr. Yakuniy nuqtasiga yaqinlashmoqdamiz, chunki mana yeb, ichib, endi stollarni yig'ishtirib hozir ortamizda va so'nggi so'zlarimizni aytamiz. Hurmatli do'stlar, bizda ajoyib xabarlar bor. Biz 15:03 da Chinoz tumani Paxta qishlog'idagi qabristonni obod qildik va biz buni uddaladik. Alohida rahmatimiz bor mana shu qishlog'imizni, mana shu mahallamizni faol raisi shu akamiz. Kecha bog'langanimizda qishloqdan insonlar chiqadi desak, albatta hammani chaqiramiz. Biz bunaqa katta qashari orzu qilib kutgandik dedilar. Shu akamizga ham alohida rahmat. Biz buni uddaladik. 12 gektarlik maydonga ega bo'lgan qabristonni biz 4 ta yakshanbada qilmoqchi edik, lekin mana bu hasharda hamma ishni o'zim qilaman deb ishga chanqoq bo'lib kelgan aka-ukalarimiz, mana shu insonlarning borligiga ming shukr. Biz bu insonlar bilan bu qabristonni obod qilishni 4 haftada emas, 1 kunni yarmida uddaladik. Hurra! Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far. In the back of my car, lay their bodies. Where's my mind?